20 ming pulim bor, yangi yuvanab olgan yaxshimi yoki minilgan BYD Son Plusmi? Zo'r savol, ko'pchilik savol beradi. Men eski mashina haydamaganman. Har doim bizning oilamizda yangi mashina haydalgan. Adam ham aytardilar, Moskvichga puling yetsa, Moskvich olaqa, yangi mashina bo'lsin, asosiy maqsad yangi mashina haydash. Endi ko'pchilik buni komfortda har xil ikkala mashinani ham deb aytishi mumkin. Mabodo o'sha yuvanib emas, chempion oladigan bo'lsangiz, uni обязательно BYD servisga kelib tekshirtirib oling. O'sha batareykasini, holatini, kuzov holatini hammasini tekshirib aytgancha o'sha tekshiradiganlar ham keldi. O'sha yangi mashina olayotganda ham tekshirib oladiganlar ham hozir ko'payib ketdi-ku. Tekshirdi. Men bitta narsaga ahamiyat berdim, ularning minusi batareykani tekshiradigan apparati yo'q ekan. Qanaqa tekshirar ekan? Men aytdimki, xohlasang tekshirib beraman dedim-da, lekin ular pul olyapti, men ham pul olaman dedim. Deb kuldim-da klientga hazil qilib. Aytmoqchi bo'lganim, ular, например, kelyaptimi? Shu batareykasini tekshiradigan